Bugungi kunda uy sotib olayotgan odamlar faqat uyni emas, yashash muhitini tanlashyapti. Nega? Bugungi kunda qurilish bozori juda tez rivojlanmoqda. Yangi uylar qurilmoqda, yangi loyihalar paydo bo'lmoqda. Shu bilan birga odamlarning uyga bo'lgan talabi ham o'zgarmoqda. Oldin ko'pchilik uchun eng muhimi shunchaki xonadonni tayyor holati bo'lishi edi. Bugun esa talab holati boshqacha. Odamlar qulay, ichki va tashqi infratuzilmaga ega xonadonlarni xarid qilishni xohlashadi. Hozirgi turar joy obyektlarida esa hammasi oldindan rejalashtiriladi. Yashil hududlar, bolalar maydonchasi, avtoturargohlar, hayot uchun kerakli bo'lgan xizmatlar, bularning barchasi qulaylik uchun yaratilgan bo'ladi. Ya'ni bu shunchaki uy emas, bu qulay muhit degani. Turar joy obyektlari ham bir necha toifalarga bo'linadi. Masalan, Comfort Class bu turdagi majmualarda yashash uchun zarur bo'lgan barcha qulayliklar, yopiq va qo'riqlanadigan hudud, yashil zonalar, keng avtoturargoh, dam olish joylari, bolalar maydonchalari hamda qulay joylashuv, atrofida bog'cha va maktablar, supermarketlar mavjud bo'ladi. Shuningdek, biznes va premium segmentlar bo'lib, bularning o'ziga yarasha qulayliklari mavjud bo'ladi. Har bir toifa o'ziga xos, ammo bularni birlashtiradigan yagona qadriyat bor. Bu oila, bu yashash muhiti. Uy bu nafaqat yashash joyi, balki oilaviy qadriyatlarni mujassam etgan, bolalar birinchi qadamlarni tashlaydigan, ota-onaning tinch va xotirjam dam olishi mumkin bo'lgan maskan. Bu yerda har bir kun quvonch, xotirjamlik va oila davrasidagi iliq lahzalar bilan to'la bo'ladi. Shunday qadriyatlar va zamonaviy yashash talablari asosida qurilayotgan loyihalardan biri Namozgoh City turar joy majmuasi. Bu loyiha faqatgina oddiy turar joy majmuasi sifatida emas, har bir oila o'zini xavfsiz, xotirjam va qulay his qiladigan yashash muhitini yaratish maqsadida qurilmoqda. Loyiha Modern House qurilish kompaniyasi tomonidan barpo etilmoqda. Kompaniya bundan oldin ham bir necha loyihalarni muvaffaqiyatli qurib topshirgan. Shu jumladan Simurg, Markaz va Jondor City turar joy majmualari. Namozgoh City loyihasining umumiy maydoni 5 gektarni tashkil etib, hudud 7 ta blok va 1000 dan ortiq xonadonlardan iborat bo'ladi. Barcha uylar 7 qavatli loyihalashtirilgan bo'lib, hududning 70% yashil zonalarga, atigi 30% esa qurilish hududiga ajratilgan. Bu esa aholiga keng hovlilar, dam olish joylari va farzandlar uchun xavfsiz o'yin maydonchalari degani. Hududda 3 xil yosh toifadagi bolalar uchun alohida maydonchalar tashkil etiladi. Bundan tashqari majmua 24/7 video kuzatuv va nazorat tizimi bilan ta'minlangan yopiq va qo'riqlanadigan hudud bo'ladi. Namozgoh City turar joy majmuasida 25 metr kvadratdan 90 metr kvadratgacha 1, 2 va 3 xonali xonadonlar mavjud bo'lib, turli ehtiyoj va oilalar uchun mos variantlar mavjud. Endi loyihamizda shu kungacha bajarilgan ishlarni ko'rib chiqamiz. Namozgoh City turar joy majmuasida barcha ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Masalan, birinchi A blok qurilish ishlari 2025-yilning mart oyida boshlanib, shu yilning dekabr oyida kadastr hujjatlari tayyorlanib, o'z egalariga topshirildi. Birinchi B blok ham 2025-yil iyun oyida ishlar boshlangan va hozirgi kunda qurilish ishlari faol davom etmoqda. Ushbu blokni 2026-yilning ikkinchi choragida foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Ikkinchi bosqich bloklarida ham ishlar jadal olib borilmoqda. Ikkinchi A blokda 3-4 qavat ko'tarilib, hozirda 5-qavat uchun gazoblok terilmoqda. Ikkinchi B blokda 2-qavatning tom usti beton ishlari tugatilgan va 3-qavat qurilish ishlari davom etmoqda. Ikkinchi C blokda esa birinchi qavat tom usti beton ishlari yakunlanib, 2-qavatga o'tilgan. Rejaga ko'ra, ushbu bloklarning barchasi joriy yilning oxirigacha foydalanishga topshirilishi ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda 3, 4 va 5 bloklarda ham qurilish ishlari boshlanib, kotlovan ishlari to'liq yakunlangan va zasipka jarayonlari boshlangan. Loyiha rejalariga ko'ra 3, 4 bloklar 2027-yil 3, 4 choragi, 5 blok 2028-yil 3, 4 choragida foydalanishga topshirishi rejalashtirilgan. Umuman olganda, loyiha doirasida bugungi kungacha 9000 kub metr beton ishlatilgan. Qurilishda 3000
tonnadan ortiq temir konstruksiyalar qo'llanilgan. Hozirga qadar 3174 kvadrat metr qurilish maydoni barpo etilgan va shundan 706 kvadrat metri allaqachon foydalanishga topshirilgan. Beton ishlari esa 10 ming kub metrga teng. Bugungi kunda qurilishda 150 dan ortiq quruvchi va mutaxassislar faoliyat olib bormoqda va bu hali boshlanishi. 20 ming metr kvadratli qurilish ishlari o'z yakuniga yetgan bo'lsa, oldinda yana qariyb 40 ming metr kvadratli qurilish ishlarini bitkazish rejalashtirilgan. Uy tanlash bu shunchaki xonadon tanlash emas, bu oilangiz yashaydigan muhitni tanlash demakdir. Agar siz ham xavfsiz, qulay va zamonaviy muhit izlayotgan bo'lsangiz, Namozgoh City turar joy majmuasi bilan yaqindan tanishing. Batafsil ma'lumot olish uchun sotuv ofisimizga tashrif buyuring.